Madina Munavvara muhabbat shahri deb aytishadi, bekorga emas ekan. Bugun turmush o'rtog'im tug'ilgan kuni. Xullas kalom, qaranglar nasib qilganini qayerda tabriklashdik? Masjidi Nabaviyani oldida turib, mana ayolimni tabriklayapman. Allohim rizo bo'lsin, farzandlarimizni baxtiga doimo sog' salomat bo'lsin. Doim duolarimdan san so'rayman, orqamda qolsin. Biz unaqa chiroyli, muhabbat, sevgi degan narsani bilmaymiz, lekin o'zbekcha tarjima qilganda bu gapning ma'nosi nima degan bilasizlarmi? Sensiz menga hayot yo'q. Sensiz yashagandan ko'ra o'lganim yaxshi degan. Muhabbat shunaqa bo'ladi. Mehmonxonamiz mana shu yerda. Masjidi Nabaviy bu tarafda. Juda ham go'zal manzara. Haqiqatda barcha havas qilganlar, qalbida muhabbati bor insonlarni Alloh shu yerga chaqirsa edi. Menga o'xshab uzoq yillar mana shunaqa turmush qurib, muhabbatli bo'lib, Alloh uchun bir-birini sevib, farzandlarini katta qilib, shunaqa chiroyli joylarda tug'ilgan kunlarni nishonlasin ayoliniga ilohim. Ayolni qadrlagan insonni Alloh qadrlayverar ekan. Onam rahmatli shunday deganlar. To'g'risi.